Kecha bir videoda ko'rib qoldim. Qur'onda kelin xizmat qilsa, savobi eriga yozilar ekan, chunki u erining xizmatini yengillatish maqsadida yordam bergan bo'ladi. Shunda kelinlar shuncha xizmati va sog'lig'ini yo'qotgani uchun savob olmaydilarmi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala sayyidina Rasulillah. Albatta, kim bir amal qiladigan bo'lsa, birinchi o'rinda savobi o'sha amal qiluvchining o'ziga tegadi. Alloh taolo yaxshilik qiluvchilarning amalini zoyi qilmayman degan oyat boranki, "Faman ya'mal misqala zarratin khayran yarah." Kim zarra yaxshilik qiladigan bo'lsa, uning mukofotini ko'radi degan oyat karimalar bor. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, albatta birinchi o'rinda u yaxshi niyat bilan, xolis niyatda xizmat qiladigan bo'lsalar, ular o'zlariga avvalo savob tegadi. Endi bunga misol turmush o'rtoqlari sababchi bo'lib, shunga sharoit yaratib bergan, shunga sababchi bo'lgan, shuni qilgin deb chaqirgan bo'lsa, yaxshilikka boshqa ma'noda qilingan bo'lsa, ular undagan bo'lsa, o'sha ma'noda uni erlari, turmush o'rtoqlari shu ma'noda shu yaxshilikka sabab bo'lganlari uchun ajr olishlari mumkin. Lekin asl xizmatni, amalni ajri savobi amal qiluvchining o'ziga tegadi. Qur'oni Karimda u kelinlar xizmat qilsa, eriga tegadi, o'zlariga savob tegmaydi degan mutlaqo bironta oyat yo'q. Bu ma'lumot qayerdan olingan bilmadim, vallohu a'lam.